Kokosha nomi bilan tanilgan bloger qizimiz Halima Ibragimovaga o'xshab vafot etishi mumkin. Sababi u yaqinda qornini operatsiya qilganda oxirigacha ko'ringlar vizion. Mani deb yoq klinikaga kelganda kelmanglar o'lib ketasizlar bu yerda. Umuman yopilsin bu medkonsultat klinika. Menga operatsiya bo'lgan kunimdan shu kungacha kamera ochdi, operatsionni eshigi kirdi, chiqdi, xonam hamma yetarli yurgan turganlar. Davay ko'chaga chiqib ketibman, men ochilgandan keyin bara kameraga chiqqanman. O'zimni o'ylab, o'sha ochilib bo'lib shu ketgandan keyin. Hop, sigaret chekkanlarimiz hammasini rasmini qo'yib qo'yaman. Siz, Abduqodir, Asliddin, Doston, mani xonamda bo'ldi men bilan birga parovoz, xirurglar naq qo'y. Sigaret chekib o'tiradi debmanda. Kim sana operatsiya qildi? Bir pachkalab sigaretga ruxsat berganlar. Hujjat Davay bile, 5 kun turamanman. kim qaysi hujjat yozib sana operatsiya qildi? Nima Doston qildi, hammasini hujjati yo'q. Men ham detskiy ortoped ekan, umidga ham. Xirurg emas ekan, hech kim emas. Ko'rsatsin dokumentni.